Muddassir surasi Makka da nozil qilingan 56 oyatdan iborat. Muddassirning ma'nosi ham oldingi suradagi Muzammil ma'nosi bilan bir xildir. Surada islom diniga da'vat etishda payg'ambar alayhisalomga yuklatilgan burch va vazifalar, qiyomatda bo'ladigan ishlar, jannat, do'zax, hisob-kitob, jannat ahli bilan do'zax ahli o'rtasidagi savol-javoblar va boshqa ilohiy o'gitlar mavjud. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ey liboslariga burkanib olgan kishi Muhammad, turingda insonlarni oxirat to'g'risida ogohlantiring. Rabbingizni ulug'lang, liboslaringizni poklang. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Butlardan yiroq bo'ling. Berayotgan narsangizni ko'p sanagan holingizda ehson qilmang. Rabbingiz uchungina sabr qiling. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Qachonki qiyomat e'loni uchun sur chalinganida yana o'sha kun qiyin kundir. Kofirlarga oson bo'lmagan kundir. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Ey Muhammad, men so'qqa bosh qilib yaratgan kimsani, Validni o'zimga qo'yib bering. Men unga keng mo'l boylik berdim. Xizmatiga hozir u nozir o'g'illarni ham, yana unga hayot ne'matlarini muhayyo qilib qo'ydim. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. So'ngra u boriga qanoat qilmay yana ziyoda qilishimni tama qilur. Yo'q, chunki u oyatlarimizga iymon keltirish o'rniga qarshilik qiluvchi edi. Yaqinda men uni do'zaxdagi baland dovonga duchor qilajakman. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Chunki u Qur'on to'g'risida yomon fikr yuritdi va nima deyishni o'ylab qo'ydi. Halok qilingur qanday hisobga oldi? Yana halok qilingur qanday hisobga oldi?
So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan ayb topa olmagach, yuzini tirishtirdi va burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr qildi. Bas dedi, bu Qur'on sehrning o'zidir. Bu ayni basharning so'zidir. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 Yaqinda men uni saqarda, jahannamda kuydirajakman. Ey Muhammad, saqarning nima ekanligini qayerdan ham bilar edingiz? U biror kofirni qoldirmas ham, o'z holiga qo'ymas ham, balki kuydirib azob berur. U terilarni qoraytirib kuydiruvchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik qilur. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Biz faqat farishtalarni do'zax egalari qo'riqchilari qildik va biz faqat kufrga ketgan kimsalarni sinash uchun ularning sanog'ini 19 ta qildik. Toki kitob berilgan kimsalar aniq bilgaylar va iymon keltirgan zotlarning iymonlari yanada ziyoda bo'lgay. Hamda kitob berilgan kimsalar ham, mo'minlar ham bu xususda shak shubha qilmagaylar. Yana dillarida maraz, munofiqlik bo'lgan kimsalar va kofirlar bu misol bilan Alloh nima demoqchi degaylar. Alloh o'zi xohlagan kimsalarni mana shunday yo'ldan ozdirib qo'yar va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Parvardigoringizning qo'shinlarini, farishtalarning adadi va sifatlarini uning o'zigina bilur. U jahannam haqidagi xabar insonlar uchungina bir eslatmadir. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر
نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Yo'q, oy bilan qasamyod etaman. O'tib ketgan tun bilan ham, yorishib kelayotgan tong bilan hamki, albatta u jahannam oxiratdagi ulkan balolardan biri. İnsonlar uchun ogohlantiruvchi, sizlardan ilgarilashga yoki chekinishga ixtiyorli kishilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Har bir jon o'zi dunyoda qilgan yaxshi va yomon amali bilan garovlidir. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. Faqat o'ng tomon egalarigina jannatlarda bir-birlari bilan savol-javob qilurlar jinoyatchi kofirlar haqida. عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Ular do'zax ahliga sizlarni saqarga nima kiritdi deganlarida, ular ayturlar, bizlar dunyoda yashaganimizda namozxonlardan emas edik. Miskinga bizga bergan Allohning boyligidan taom beruvchi ham bo'lmadik. Bizlar behuda so'zlarga sho'ng'iydiganlar bilan birga sho'ng'ir edik. Jazo kunini, qiyomatni yolg'onga chiqarar edik, to aniq narsa o'lim kelgunicha. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Endi shafoatchilarning shafoati ularga foyda bermas. Nega ular ilohiy vahiy va eslatmadan yuz o'giruvchidirlar? Xuddi cho'chigan eshaklardek sherdan qochib. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. Yo'q, ulardan har bir kimsa o'ziga ochiq sahifalar berilishini istar. Yo'q, balki ular oxiratdan qo'rqmaslar. Yo'q, u Qur'on bir eslatmadir. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى
bas xohlagan kishi undan eslatma olur. Ular faqat Alloh xohlaganidagina Qur'ondan eslatma olurlar. U undan qo'rqishga ahl loyiq va mag'firat ahli hamdir.